Akalar, bugun 13-yanvar 2026-yil. Tunukafon ishimiz mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Narxini taxmin qilib turing, video oxirida albatta aytib o'taman. Ko'cha shapkamiz esa mana shunaqa zo'r holatda tunukafon qilib berdik. Xonadon egasiga reyka, samarezli esa o'rnat berish usta xizmatlari bilan birgalikda aynan mana shu tunukafon ish mana shunaqa go'zal fasonda tunukafon qilib berdik. Agar sizga ham mana shunaqa sifatli tunukafon xizmati kerak bo'lsa, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Va albatta mana shu videoga bitta like bosib, uyni tunukafon qilmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Bilmez idim dert verer, derdimin dermanları, gün gelir peşman olar. Xonadonimizning ichkari shapkasi G shaklida, mana shunaqa go'zal holatda Vaktinden salar şahlar.